2000-yillarda to'ylar qanday bo'lgan? Mana bunisi Odila paniki ekan. Mana bunisi Xolida paniki ekan. Mana bu общий mahallaniki. Qara, yana 20 ta ish yetishmayapti. Bor qo'shninikini olib chiq. Xornila choyli bormi? Qizim savzi qanday qilyapti? Savzi bormi yana? Zebo tovoq olib keldim. Bor qo'shninikini savzi olib kel. O'g'limni o'ylantiryapti. To'y kuni ham remont qiladimi? Вечерgacha qilib tashlaymiz. Shu kecha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sassiv chol. Zamiraxon to'yga yetildimi? Yo'q, uni ko'chasi menga topshirilmagan. Nima qilsak bo'ladi? Mana ismini yozganda to'yga tez yetib kel. Do'dasi, videochi to'yga yetilganmi? Mana Salom. Qanchada tayyor qilib berar ekan? 5 kun. 6 oyda qilib beradi-da. Rostdan. Yarmini 6 oyda qilib berar ekan. Ha, endi to'g'ri bo'ldim. Yangi o't tugab qoldi. Nappi. Bor, tez qo'shninikidan o't olib chiq. Mana ham, tualetiga qo'yib qo'ygin, bizaniki o'chirib qo'yib ketsa o'tga kirishadi. Voy, to'y bizaniki, lekin jabrini qo'shnilar ko'radi. Voy. Ichida shisha bor ekanmi? Devjok babir kerak, doimgidek sevib o'chadi. Zebo, qara dasturxonlar hidlanibdi. Abavi super bor-ku, rangi bo'g'ilib ketgan oq kiyimlarni, rangli kiyimlarni, dog' bo'lgan kiyimlarni, bo'yni, qo'ltig'i sarg'aygan kiyimlarni zo'r ketkazadi. Hidlanib qolgan dasturxonlarga ishlatsang ham bo'ladi, dog' bo'lgan chaqaloqlarning kiyimiga ham zo'r, hammasiga bitta vosita. Eng zo'r tomoni xlorsiz, o'tkir hidsiz, zararsiz mashina ishlatgin. Tugab qolsa qayerda olamiz buni? Shu ham savol menda. Конечно, qo'shninikidan. O'zbekning to'yi hammani to'yi.